Oliy ta'lim tizimida islohotlar izchil davom etmoqda. Ta'lim sifatini oshirish, talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, xotin-qizlarning oliy ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Shu jihatdan oliy ta'limga qabul tizimi takomillashtirilib, xotin-qizlar uchun alohida kvotalar ajratilmoqda. Bundan tashqari, nodavlat oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun ham qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilmoqda. Termiz davlat pedagogika instituti talabalar uchun ham ta'lim olish va ilmiy izlanishlar olib borish yo'lida keng imkoniyatlar yaratilgan. Institutda xotin-qizlarning ta'lim olish, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratilib, ularning orzularini ro'yobga chiqarish yo'lida tizimli ishlar olib borilmoqda. Ana shunday imkoniyatlardan foydalanib, ushbu institut talabasi Sevinch Kenjayeva Navoiy nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritdi. Bu stipendiya nafaqat yuksak bilim, balki fidokorona mehnat, izlanish va ilmiy tadqiqotlar natijasi samarasidir. 2024-2025 yillar uchun Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Stipendiyaga topshirishni menga o'qituvchim, ilmiy rahbarim birinchi kursda kelganimdayoq seni shu stipendiyaga tayyorlayman degandilar va mana shu 4 yillik mehnati bilan mana shu 4-kursda sohibasi bo'ldim. Bu va buning uchun ko'p maqolalar, ilmiy ishlar, izlanishlar olib borish kerak. Doim odam o'zini ustida ishlab borish kerak. Institutda o'qish jarayonlari zamonaviy metodlar asosida olib borilib, talabalar uchun ilg'or tajribalar joriy etilmoqda. Ta'lim maskanining zamonaviy auditoriyalarida yoshlar bilim egallab, kelgusida malakali kadrlar bo'lib yetishishlari yo'lida harakat qilmoqda. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Bizni Termiz davlat pedagogika institutida ham bizning institutimizni 55% xotin-qizlardan iborat bo'lib, ular bugungi kunda bab-baravar erkaklar bilan birgalikda faoliyat olib borishyapti. Shu jumladan ilmiy tadqiqot ishlari olib boruvchilar ichida ham 29 nafarimiz xotin-qizlardan iborat bo'lib, ularni bugungi kundagi olib borayotgan tadqiqot ishlari zamonamizning umuman olganda Surxondaryo viloyati hududi muammolariga bag'ishlangan mavzularga asosida ular ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Bu yil o'sha prezident davlat stipendiyasi sovrindori ham o'sha qizlarimiz sovrindor bo'lgani ham bu quvonarli hisoblanadi bizning institutimiz uchun. Shuningdek, bu yil institutimizda rektor stipendiyasi e'lon qilindi. 14 nafar g'oliblardan 13 nafari qizlarimizni tashkil etadi. Bu kabi imkoniyatlar talabalarning faqatgina oliy ta'lim olish emas, balki ilmiy izlanishlar olib borishlariga, o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Abbos Qo'ldoshev, Surxondaryo.